Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol berdilar, suvdan tashqari namlangan salfetka bilan tahorat olsa bo'ladimi? Alloh taolo tahorat olishlikni suvga bog'lab, fag'silu wujuhakum va aydikum ilal marafiq, yuzinglarni yuvinglar va qo'linglarni tirsaklargacha yuvinglar degan oyatni hammasini yuvishlik, suv bilan yuvishlikka aytgan. Salfetka bilan esa biz yuvmaymiz, salfetka bilan artamiz. Va suvni bo'lmasligini esa, agar bizda suv bo'lmasa, bu salfetka suv deb nomlanmaydi. Salfetkadagi suv emas, bu namlangan bir o'sha lattaga o'xshagan bir hukmga kiradi. Shuning uchun Alloh taolo suv topolmagan kishiga fa illam tajidu ma'an fatayammamu, agar suv topa olmasanglar tayammum qilinglar deb aytdi. Shuning uchun bu salfetkani nam bo'lishligi suv o'rniga o'tmaydi va bu salfetka bilan tahorat qilishligi tahorat hisoblanmaydi. Vallohu a'lam.